Mana kiyimingizni olib qoling. Nimaga? Yaxshi kiyim-ku. Nima bo'libdi? Kiyilgan kiyim bergansiz. Qanaqasiga kiyilgan bo'lar? Kecha sotdim-ku. Kiyilgan, yaxshilab qarang. Yangi olib kelganman. Mana etiketkalar bilan turibdi. Kistasiga qarang, kistasiga. Nima qildi kistasiga? Nima qildi? Yo'q hech nima. Men hech qachon kiyilgan kiyimlar sotmaganman. Haqiqatan kiyilgan ekan. Qanchaga oldingiz? 400 ming so'm. 400 ga olgan bo'lsangiz, mana puli. Ikkinchi marta kiyilgan narsa sotmang menga. Yo'q, bo'ldi, qaytarilmaydi. Men lo'q deb o'ylayapman. Bular kiyilgan kiyim sotasan. Qaynaqa? Ertaroq pulni qaytaring. Mana sportkangiz hech kim olmayapti. Bir marta to'yga kiyganman deb o'ylaysiz. Hamma bilib qo'yapti. Olib ketingda, pulni ertaroq qaytaring. Ha, tezlashing. Aldaydi meni.